Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotiralari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Til qanatqan dil yaram. So'roqchilar, Amerikadan nima uchun qaytding? Kim avatdi? Erkin Osiyo radiosiga nimalarni yetkazding? Ona til harakatining maqsadi nima? degan bu savollarni har xil shaklda har kuni o'xshamagan vaqtda to'xtamay so'raydi. So'roqchi Nurmamat 20 dan amdila oshgan bir bola edi. Har zamon balamdek bir saqchi gapni sanlab boshlaganda judunim o'rlaydi. Uni ozdab Мәндін xili cho'ng bir ayol sanlab tushdi. So'roqlarda so'zlarning satlama shakli yig'ib ketdi. Meni so'roq qilib zerikmaydigan balamdek qizlar, yosh bolalar va ayollarning sanlashidan xo'rliq his qildim. Uyg'urlarda sanlashish odatda yaqinlikning, amroqlikning, muhabbatning belgisi bo'lsa-mu, so'roqda tukuruk chachirtib sanlashda Сәтләштә кәмсітіштен башқа мәні yo'q edi. Bir kuni so'roqqa tuyuqsiz ishtirok qilgan Qashqar talaffuzda so'zlaydigan Muxtar Ahmad "Manga qayla, hey, jalab xotinning bolasi. Hey, haram südükdün bo'lgan solamchi, sana canning lozimi bormi, yo'qmi? Sen manga Urumchiga boshlab chiqqan ikki sherikingning kimligini deb bermasang, mayli, manga baribir, ammo men sana xotining sen yo'q chog'da tutgan oshnalarning kimligini deb bersam, chidamay qolarsanmikin? Qizlaringmi chiroyli cho'ng bo'lsa, o'g'limga tayyor bo'ladi. Sen bu sesiqda chirib tugaysan shu. Sen xotin taloq go'yga ig'ir kelmasin, o'lmakning ustiga tepmak bo'lmasin desam, joyliqini qilyapsan-a? dedi. O'ng qo'lidagi kamarni so'l qo'liga urib turib, taqatim to'shdi. Shu kunlarda tok yiqishlar, uxlatmay so'roqqa tortishlar avib ketgachga, bunchalar ahonatni singdirolmay, atadigan ishing bo'lsa at, ammo onamni, ayolimni tishlab tortmay, tuzuk gap qil. Manga bunchalik vahshiylik qilgudek, sen bilan shaxsiy adovatim bormidi? Menda sening bu hayvalaringdan qo'rqib, deb tashlagudek jinoyat yo'q. Ilig'u tok yaqtirib, tillab varqirabsan. Ot quzvatsangmi deydiganim shu, men gunohsiz, dedim chidamay. Muxtar to'pdek sakrab, o'rnidan turib ketdi va "Ili juma" deb oldimga etilib keldi. Alpozdan shu topda meni chaynab purkivatkisi bor edi. Shu arada so'roqxonaga birisi kirib, uni chaqirib chiqib ketdi. Muxtarning chiqib ketish oldida "Xap juma" degani kameraga qaytganimda oydinlashdi. Kashlik navbatchilarning ismi e'lon qilinganda qarasam, meni butun bir kecha navbatchilikka tizib qo'yibdi. Mendan boshqa hammasi koni mahbuslar bo'lib, faqat menla kechicha almashmay kuzatchilik qiladiganman. Navbatchilik kamerdagi mahbuslarning 2 dan bo'lib kamerning 2 tarafida uxlamay 2 soatda bir navbat almashib kuzatda turishi edi. Kamerning eshigi oldida turg'uchi bosh navbatchi, hojatxona oldida turg'uchi muavin navbatchi deyiladi. Atsi bosh navbatchi kechilik ahvolni doklad qiladi. Shu kecha navbatchilikda chatoq chiqmagan, gundi paylarning tanqidiga uchirmagan bo'lsa, biror varaq hojat qog'ozi ortiq beriladi. Navbatda turib mugdab qolgan o'xshayman. Maydamga tekkan qattiq bir peshvadan o'zimni yerda ko'rdim. Uyqum ichilib qarasam, soat 12:30 bo'pti. Ko'zimni uvlab qo'pib, bosh nazoratchidan kechirim so'radim va yuzimni yuvishga ijozat oldim. Ikkinchi peshvadan senturlik beshim tomga tegdi. Ko'zimni ochsam, soatning 3:30 bo'lganligini ko'rganim g'uva esimda. Shu chog'da bir kecha uyqusiz qolgandan qo'rqmadim. Kunduzlik atalmış jinoyatini tonish vaqtida mugdab, yana jazolanishdan qo'rqdim. Atsi dokladda mening 2 qatim mugdab qolganligim e'lon qilindi. Buning badaliga bir kun xolaning ochiqini cho'tkalashga va tarat mangdirishga buyurildim. U kuni hammasi xohlagancha hojat qilib, ustidan suv mangdirmay qo'pishdi. Biri hojatga berib bo'lg'icha dasqa so'yilib tayyor bo'latdim va hojat qilinib bo'lgandan keyin taratni suv to'kib mangdirib, cho'tka bilan o'choqni tozalaytdim.
Növbətçilikdə bir kecha uyqusiz qolğaچqa, shu kuni yerga men dastlab mangdimmi yoki yer meni dastlab mangdimi bilmaydim. Uyqum shundoq tatliq keladiki, o'ri tursammu mugdab qilib tayoq yeydim. Ammo shuncha peshva, tastaklarmu uyqumni biror soat qochirib bo'lolmaydi. Manga shu kuni tayoq yeyish, tarat mangdirish va o'choq cho'tkalashdan bakrak ig'ir kelgini, taratdan burun buyruq qiladigan va qilib bo'lib beshimda devaylab nazorat qiladigan o'g'ri, qotil, aldamchilarning mening ko'timni surtib, oldimni yuvib qo'ysang, men tarat olgan bo'laman. Ondan sana duo qilib qo'ysam, sen jannatga kirsan. Shundoq-ku, sening Qur'oningda shundoq barmish, deb mazoq qilishlari bo'lgan edi. Shu kunki til haqoratlar meni Xitoycha bilganga ikkinchi qitim to'yg'izgan edi. Bu tilni bilmagan, tushunmagan bo'lsam, menglarim charaslab, ruhim buncha payxon bo'lmasdi, deganlarni o'ylagan edim shu kuni. Mushu kamirda qalbimni yara qilgan, meni Xitoycha bilganga tunji qitim pandiyot degizayotgan vaqa, heliqi kutilish murosimi qilgan kuni yuz bergan edi. Xitoycha zahardek so'zlar kutilish murosimidagi beshimdan saqıgan suydikka o'xshash, quliqimdan kirib yurak yaramga qo'yilgan, tuz qo'ygandek ichi turgan edi. Shu kuni ular yeringdek so'zlarni yog'dirib, "Endi bu umrida endi yunmusmi bo'lg'idak tozlanib ketdi. Bizning suydikimiz buni dezinfeksiya qildi. Buni haramga borg'idak paklab bo'ldi. Uyg'urlar uyda kala qo'y bilan birga turadi. Tizak qalab tamoq edidi. Bu Uyg'urmi poq suydukning ta'miga kunuk. Texi har kuni suydik sig'inib aran turganmi? Bundan keyin beshimga siyib beringlar deb turalamdi texi", deyishgan edi. Qaqaqlab kulishib, Xitoycha bilganlikim uchun u haqoratlar, masxiralar, mazoqlar ichimni o'rtigan edi.